رسول الله حبيب الله نبي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Allah'ın rahmetini qoğlanğan şeytanın azdırıp geçişinden Allah'a sığınıp panoh talab qılıman. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Bizni bütün kainatni yaratgan, dünya ve ahiretlik nicatlık yolu bolgan, haq dini İslam diniga hidayet qilgan, qudratlik Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'alaga cheksiz hamdlar bo'lsin. Alemlerge rahmet qilib avatilgan Hazreti Muhammedun Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge, şu Cenab-ı Resulullah'ın ailesiga, Cenab-ı Resulullah bilan birga keç gündüz harmay talmay dinni yetkizish yolida jihad qilgan barliq sahabalarga, ularning yo'lida izchil qiyomat kuni qadar davomlashib mangan barliq mu'min musulmon birodarlarga Allohning rahmati va salomi bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli savodashlar. Biz bugun davomlashtirib kelayotgan Rahiqul Maktum nomli sirat darsimizning davomini davomlashtirish uchun biz bugun yana bu darsxonaga yig'ildik. Biz bugün o'qimoqchi bo'lgan darsimizningki 5-i mushu Makka mushriklarning mushu Habashiston zamoniga hijrat qilib ketgan muhojirlarni qaytarib kelish uchun avatgan ikki o'mak, ya'ni ikki elchisiningki bu elib bağlan hareketleri umutsuzluk uçurgan hem muhacirlerini qaytırıp kelish xiyali arzusu amalga oshmagandan keyin bu Habashistonga hijrat qilamagan, Makkada qolib qolgan musulmonlarga bo'lgan besimni, zulmni, qiyin qistoq azobni kuchaytirish hem Cenab-ı Resulullah'ni o'ltirib etish hareketlerini elib berish haqidan başlaymiz. الشدة في التعذيب ومحاولة القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mana bu Mekke'de qalan Müslümanlarına qiyin qistoqqa elishni qattiq qilish hem Cenab-ı Resulullah'ni o'ltirishga yo'qotishga urinish. وَلَمَّا أَخْفَقَ الْمُشْرِكُونَ فِي مَكِيدَتِهِمْ وَفَشَلُوا فِي اسْتِرْدَادِ الْمُهَاجِرِينَ استشاطوا غضبا وكادوا يتميزون غيظا فاشتد زراوتهم وانقضوا على بقية المسلمين ومدوا أيديهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوء وظهرت منهم تصرفات تدل على أنهم أرادوا القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستأصلوا جذور الفتنة التي أقضت مضاجعه حسب زعمهم. El-Müşrikler özlerininki bu elib bağan suikastlik hareketlerinde umutsuzluk uçurgan muhacirlarni bu Mekke'ye qaytırıp kelish jihatdagi hareketininki hareketleri mağlup bo'ldi. İsteşatu g'adabi. Ularning g'azabi texmi ziyodalaşdi. Texmi ochiq keldi. Vakadu yatamayyazuna g'ayban. Ular bu ochiqdan g'azabdan yerlik ketgan tas qoldi. Fashtaddat zaravatu. Ularning yovuzligi nayta kuchaydi. Makkada qolgan musulmonlarga yupirilib etildi. Dek özlerinin kollarına Allah'ın elçisi Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge eskilik bilen yamanlık bilen sozdu. Hem oladın muşu Cenab-ı Resulullah'ın öptürüşünü irade kılgan, maksat kılgan. Hem olanın davası boyunca özlerine hatırıcam yatkılı koymay
yatkılık koymayıvatkan bu fitnenin yıldızını kurtup taşlaş için irade kılganlığı dalalat kılıdığan bir görüş faaliyetle meydana çıktı, meydanda görüldü. Ama bin nisbeti lil muslimin fe innel baqina minhum fi Mekke kanu qalilina cidden. Ama Müslümanlığa nisbeten yani şu Müslümanların içinden Habeşistan zamanına hicret kılanmay Mekke'de kalan Müslümanlar naiti pek az idi sence. Ve kanu imma sevi şerefin ve munah. Ula yaki bir abroyluk, şereflik, yaki qoğdunuşku igi olgan, yaki bir adamın himayesi asırı qoğduluvatkan kişiler idi. Ve ma'a zalike kanu yukhfawna islamahum ve yabta'iduna an a'yunit tuğat bi qadril imkan. Şundak bolgan bolsa Müslümanlar özlerinin İslamını yuşurup gelgen, tağutların közlerinden imkan kadar özlere şirak tuğan kişiler idi. Lakin ola şunçilik ihtiyat kılgan bolsa şunçilik sezgürlük ölen, uşyarlık ölen bolgan bolsa bu eziyetlerden, bu hakaretlerden, zulümlerden böyle bütün salamet kalmadı. Ve amma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faqad kana yusalli ve ya'budullaha amama a'yunit tuğat ve yed'u ilallahi sırran ve cehren la yemna'uhu an zalike mani' ve la yasrifuhu anhu şey'un. İz kana zalike min cümleti tebliği risaletillah منذ أمره الله سبحانه وتعالى بقوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Ama Allah'ın elçisi Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelsek, o Cenab-ı Resulullah tağutların göz aldıda Allah'a ibadet kılıp namaz okuyuverir. Hem Allah tarafga aşkarı yuşuru nalatı çakırıverir. Davet etberiverir. O Resulullah'ın hiç kandak bir çekleydiğin çekligici amul tusanmaydı, Resulullah'ın hiç nasıl kaytıramaydı. Nimişka degende Cenab-ı Resulullah'ın aşkarı mekbi halette Allah tarafı davet etberişe, Allah'ı ibadetlerini, namazlarını, tağutlarını göz aldırı okuyuverişe, bu Allah Subhanahu ve Teala Cenab-ı Resulullah'ını özünün fasda bima tu'meru ve aris anil müşrikin degen sözü arqılık buyurgandan başlap Allah'ın risaletini yetkizüş cümlesinin katarından bolgan edi. Yani bu ayatın tarjimasi sen buyurulganını aşkarı otturup koyuver. Müşriklerden yüzörü degan buyruq edi. Mana bu Sure Hacer'nin 94-ayeti. Mana muşu sebep bilen müşriklerninki bu Cenab-ı Resulullah'a itiraz bildirip Cenab-ı Resulullah'a azar berey dep kalsalar kim bu aldığını to'rash mümkün edi. O taşkı şekil cihette o Mekke müşrikleri bilen ular maksat kılgan, irade kılgan işinin oturusida fakat Cenab-ı Resulullah'ın nayeti hayalıqı, Ali Cenab-ı tosap kalgan. Hem yine Ebu Talib'ninki Kureyş işide Mekke müşriklerinin arasındaki ahdisininki yeri orulmaydıqanlıqı hem ihtiram hürmeti. Hem yine olanınki özlerinin eğilip bağlan o naçar faaliyetinin akıbetlerinden endiş kılışları. Beni Haşim cemaatinin olağı yüpürlük gelişinden ibaret bu bir yürüyüş nezerden sakıt kalıp olmaydıgan bu amıllar bu Resulullah'ı bivasıta iştik lakin kol tekküzüş iştik çekilişine tosap kalgan edi. Aşının hemmesi hem onun olanın vücudu da talep layık bir tesir kalmadı. Hem de ola özlerinin butperestlik boğan bir mevcudiyetinin ki yemirlip yok oluşka karab menevatkallıgını özlerinin Cenab-ı Resulullah'ın daveti aldıda dini cihetteki başlıqlıqının ki yemirilişki karab menevatkallıgını iskigandan başlap hem de Cenab-ı Resulullah'a qo'rqoq solishga boshladi. Qo'rqitishga boshladi.
ومما روت لنا كتب السنة والسيرة من الأحداث التي تشهد القرائن بأنها وقعت في هذه الفترة. Bizga sirat, sünnet kitapları muşu vakaliklarninki yine muşu Amr ibn al-As bilan Abdullah ibn Abi Rabi'ninki Habashiston ziminiga muhojirlarni qaytarib kelish uchun o'mak bo'lib borganlik bu vaqaliga muşu mezgilda yine nubuvvatning muşu 5-yillari ichida bo'lganligi yuz berganligiga aloqador deliller, yine guvalık berdigan alakalar delillerni bu rivayet qilib rivayetler bor. Muşu sünnet, sirat kitaplarınınki muşu vakaliklarning muşu mezgilde yuz berganligiga guvalık berdigan bir yürüş, alakadar hadislarni rivayet qilib şu rivayetlerning ichidan enne Utaybet ibn Abi Lahab ata yawman Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çoğun bu Utaybet ibn Abi Lahab bir gün Cenab-ı Resulullah'ın kaşığı geldi. Dedi bu bedbaht ana ekburu bin necmi izâ hava ve billezî dena fetedallâh diyor. Men ve necmi izâ havaga ellezî dena fetedallâhı kafir olman diyen dedi. Mani Cenab-ı Resulullah ve necmine okuğan idi. Ve necmini okuğan vaktin o'zida bu Mekke müşrikleri Cenab-ı Resulullah bilan birga secde qilganlik vaqaliga bo'lgan. Bu ve necmide Cenab-ı Resulullah'nınki şu Mekke'nin o'zidan Beytul Muqaddasga bir kechida maxfiy holatda kelingan, o yerning üstünki alemga Cibril aleyhisselam orqali o'rlatib chiqarilganlik mushu vaqaliklari shu üstünki alemga chiqqandan keyin Cenab-ı Allah'tan barliq musulmonlarga farz qilingan bu 5 vaqt namoz farzdan iborat bu vahiyni topshirib olganlik shu vaqaliklar bayon qilingan sura edi. Men shu va najmi za havoga allazi dana fadadallahu kafurulma degan edi. Summa tasallata alayhi bil asa. Men bu yer vaqt munosabati orqali mush kitobda o'tirib qo'ygan qisqa jumlalar bilan kim bo'ldi qildim. Bu oyatning tafsirlariga o'tmadim. Bu oyatning tafsirisini ko'rmoqchi bo'lsanglar, shu tarjim Qur'onni qolasanglar, tafsir kitoblar qolib kirvasanglar bo'ldi. Vaqt munosabati orqali mush kitobda qanchalik o'tirib qo'ygan bo'lsa, shunga munosabat, ya'ni uzatib o'tmaslik uchun debman edim. Summa tasallata alayhi bil aza va shaqqa qamisa va tafala fi wajhihi sallallohu alayhi va sallam illa anna al-buzaqa lam yaqa alayhi. Mana bu Cenab-ı Resulullah'a eziyet veren bu bedbaq olib keldi. Resulullah'ın ko'ynagini yetavatdi. Resulullah'ın mübarek cemalige tükürdü. Lekin o bedbaqning tükügen tükürge Cenab-ı Resulullah'a düşmedi. Ve hina izin da'a aleyhin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem tel şu vaqtida o Cenab-ı Resulullah o bedbaqqa qarşı bir dua qilgan edi. Dedi Cenab-ı Resulullah Allahümme sallit aleyhi kelben min kelabik. Ya Allah, bunun senin işleringdan bir işni qilib qo'ygin degan. Mana bu Cenab-ı Resulullah'ın duası icabet qilindi. Mana Utba şunun aqısıdıllan bir nafar Qurayshlarning ichida bu safarga chiqdi. Ular Şamning Zarqa degan joyga 3 kun bo'lib ashadi tudi. Ularni shu kechaliga bir yo'lbosning o'zi aylanib yurishdi. Mana bu Utayba bu Resulullah'ın duasını his qilib, bu şunda deyishga başladaki ya veylu. Ya veylun ehi huve vallahi akili kema da'a Muhammedun aleyye. Qatalani ve huve bi Mekke. Vaysi kardeşim Allah olan qasam o meni yavattı. Muhammed bana dua qilgan edi, o meni o'ltirdi. Muhammed Mekke'de turib degan. Ve ana bi Şam men Şam'da. Sümme cealehu beynehum. Mana o alıqıb billah olgan karvanlarning o'zi o Utaybaning o'zining orasiga elib oldi ve ular şu Utaybaning atrofida cho'rdab uxladi. Lekin yo'lbosning o'zi keliblam ulardan şu Utaybaga taqlab o'tib, uning peshini yüzüp yevetdi.
Mana bu sünnet sirat kitapları Muşu hadisinin, muşu nübüvvetinin 5. yılları oturlarda yüz bergerligiga guvohlik beradigan bir yurish hadislarni rivoyat qilib bergan shu hadislarning qatoridan shu tilg'alindagi Uqbat ibn Abu Mu'ayt Janob Rasulullohning muborak gardiniga dasigan edi. O Rasululloh sajda qilayotgan oldida Rasulullah'ın mübarek yadiniga dasib etgan. Hatto ki Rasulullah'ın ko'zi bu chachirab chiqib ketishga tas qolgan edi degan bu hadislarni bu rivoyatlarni rivoyat qilgan. Mana yana ularninki tağutlarının Janob Rasulullah'ni o'ldirishni maqsad qilganligiga dalolat qiladigan bir yurish rivoyatlarining qatoridan Ibn Ishaq Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan rivoyat bor. Dedi Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu, men ularning qashi hozir oldum. Ular mushu Mekkening qashidagi Hajar degan joyda shig'ilib o'tiribdi ekan. Ular Janob Rasulullohning gap so'zlarini qiltiribdi. Dedi ular, biz bu odamning ishiga sabr qilganda ikkinchi bir ishga sabr qilib boqmagan. Biz o'zimizni bundoq sabrchan holatiga ko'rib boqmagan edik. Laqad sabarna minhu ala amrin azim. Biz bu adamdan acayip çok işqa bir sabr qilyaptik degan edi. Mana shu holatda to'g'anda Janob Rasululloh ustun tut chiqib keldi. Rasululloh bu oldini qilib mavdu hattoki ruknini so'ydi. Andan keyin ularning qashidan Rasululloh Baytullohni tavob qilgan holatda o'tdi. Ular Janob Rasulullohning bir qism so'zlar orqali ko'z ishorati bilan ko'z qish orqali aybladi. Ashuni Janob Rasulullohning muborak jamolida to'nidim. Rasululloh ularning qishini ikkinchi qatim o'tdi. Yine shuning o'xshash Rasulullohni aybladi. Men buni Janob Rasulullohning jamolida to'nidim. Ularning qishini Rasululloh 3-chi qatim o'tdi, ham ular yana Rasulullohni shuning o'xshash aybladi. فوقف ثم قال أتسمعون يا معشر قريش أما والذي نفسي بيده لقد جئتم بالذبح. Rasululloh jim turib dediki, quloq solinglar ey Qurayshlar jamoati, ey Qurayshlar guruhi, mening jonim aning qo'lingizda bo'lgan Alloh bilan qasam qilib aytamanki, men sizlarning qishinglarga o'ltirish bilan keldim. Selam oyunda karşılıkını bildirivərsənglər, ben öldürüş bilan keldim degan. Fəxazatil qavmu kellemethu. Rasulullah kişiler bu yerda turayotgan odamlarning o'zi Rasulullah so'z qilishga boshladi. Ularning ichidan bir odam yo'q, lekin bo'lsa Rasulullohning beshida xuddi Rasululloh edilib tushadigan bir quchar qushdak turgan. Hattoki ularning Rasulullohga eng ashaddiy, eng qattiq üç olan adamı ve özü his kılgan en yaxşı sözler bilen Resulullah'ı yumuşak gap kılgan. Deydir o kişi insarif ya Ebel Qasim fevallahi ma kunte cehula. Qaytib ketkin Ebel Qasim, Allah olan qasam, sen bir nadan emas, sen bir okumuşluk bir kişi deb o'yladigan. En ayatsa bo'pti, ya'ni shuning o'xshash ular yine Resulullah'ın işlerine tili gelip yerga toplashgan. Rasululloh ularning qashig'ini uchtun chiqdi. Fawasabu ilayhi wasbata rajuli wahid wa hatu bih. Falaqad ra'aytu rajulan minhum akhadha bimajma'i ridaihi wa qama Abu Bakr duna wa huwa yabki wa yaqulu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Thumma insarafu anhu. Qala Ibn Amr فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا نال منه قط انتهى ملخصا. Aytsa bo'libdi, ular yana shuning o'xshash bir yerga to'plashdi, yig'ildi. Ular yana Rasulullohning ishlarini tilga olib turayotgan, uchtun Rasululloh ularning qishig'iga chiqib keldi. Ular Janob Rasululloh hammasi baroqlankim, bir odamdeklankim etilib qopdi, Rasulullohni o'rib oldi. Men ulardan bir adamninki Janob Rasulullah'ning to'nining yoqasini tutib olganligini ko'rdim.
hem Ebu Bekir Resulullah'ın aldığını durattı. O Ebu Bekir yığlap bundaq deydi. Ataqtuluna rajulan en yaqula rabbiyallah. Mening Rabbim Allah davatqan bir adamni o'tiramsizlar? Dedi andikin ola o Resulullah'ın qaytib ketdi. Dedi Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu çoqum men Qurayshlarning Janobi Rasulullah'a qo'l tekkizgan eng qattiq holati shu deb qaragan edim. Qurayshlarning Janobi Rasulullah'a buningdan qattiqroq bir qo'l tekkizib baqqanligini ko'rmagan edim degan. Mana bu İbn Hishomning rivoyat qilgan bu rivoyati mishada qisqagina holatda oyoqlashdi. Endi Buxoriyning rivoyatida Urvat ibn Zubayr radhiyallohu anhudan mundaq bir rivoyat kelgan. Dedi bu zot so'radim men Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhudan. Akhbirni bi ashaddi shay'in sana'ahul mushrikuna bin nabiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Mana mushriklar Janobi Rasulullah'a qilgan eng qattiq, eng ig'ir bo'lgan bir aziyat bir narsa bilan xabar bersan, deb bersan. Dedi Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu shu asnoda Janobi Rasululloh Ka'baning Hajar degan joyda namoz o'qitdi. Bu vaqtda Uqbat ibn Abi Muayt Rasululloh tarafga oldini qilib yuzlanib keldi. Rasulullohning yani o'zining kiyimini Janobi Rasulullohning bo'yniga qo'ydi. Rasulullohni qattiq bo'g'di. Abu Bakr yuzlanib kelib, uning ikki dolusini tutib, uni Rasulullohni ishitdi. Dedi Abu Bakr, mening Rabbim Allah da'vatgan kishini o'ttiramsizlar degan. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu'ningki qizi Asma radhiyallohu anhu'ningki rivoyat qilgan hadisida bunday kelgan. So'rayq degan bir kishi Abu Bakrning qashiga kelib dediki, "Adrik sahibak. Sening hamroyingni topib olgin." Abu Bakr bizning qashimizdan chiqib ketdi. Abu Bakrning 4 tal o'rimi chechyapti. Abu Bakr chiqib deydiki, "Mening Rabbim Allah da'vatgan kishini o'ltiramsizlar" dedi. Falahu anhu va aqbalu ala Abi Bakr. Ular hamda Rasulullahni tashlab qo'yib, Abu Bakrga yuzlandi. Abu Bakr bizning qashimizga qaytib keldi. Biz Abu Bakrning o'rim chashlaridan hech narsani silab tutmaymiz, lekin tutsaqlardan u biz bilan qaytib keladi. Shu darajada Abu Bakrning o'zini qiynab, Abu Bakrning o'zini azar berib chiqqan, Abu Bakrning chashlarining o'zini tatib, shunda shulvatqanlik holatlarini bizga suratlab berdi. Mana bu ahvolning o'zi mushu Makka mushriklarininki Habasiston tuprog'idagi muhojirlarni qaytirib kelish bu hilmikir suiqasdlar amalga oshmagandan keyin ularning ochchig'i teqimi kelib, shu Makka tuprog'ida qolib qolgan musulmonlarga bu aziyatni, zulmni kuchaytgan. Hattoki shu musulmonlarning rahbari, bosh qo'mondoni bo'lgan payg'ambar bo'lgan Muhammad alayhisolatu vassalomni o'ldirishni maqsad qilgan harakatlarni olib borganligi chiqadi. Endi biz Islom Hamza radhiyallohu anhu, endi Hamza radhiyallohu anhuning musulmon bo'lganlik bu voqealiklari haqida to'xtalamiz. Mana shu zulm, tajovuzchilik bulutlari bilan qatma-qat yaralishib ketgan mushundaq muhit, mushundaq havo orasida bu yo'lni yo'ritgan bir chaqmoq oshkor bo'ldi. Mana bu yo'lga yo'riqliq tashlagan chaqmoq Hamza ibn Abdul Muttolib radhiyallohu anhuning musulmon bo'lishidir. Mana bu Hamza radhiyallohu anhu nubuvvatning 6-yilning oxirisida musulmon bo'ldi. Mana bu eng kuchli bo'lgan, eng g'olib bo'lgan rivoyat shuni deb turdi. Bu Hamza radhiyallohu anhu Zilhaj ayida musulmon bo'lganligi eng kuchli. Mana bu Hamza radhiyallohu anhuning musulmon bo'lish sababi undaq. Cho'qib Abu Jahil bir kunsi Janobi Rasulullohning qashidan o'tdi Safatdan. U Rasulullohga azor berdi, Rasulullohga har xil haqoratlarni qilib qo'l tekkizdi. Janobi Rasululloh uning hech qanday so'z qilmay jim turdi.
O Cenab-ı Resulullah'ın Ebu Cehil Resulullah'ın beşine taş bilen vurdu. Cenab-ı Resulullah'ın mübarek beşine yere verdi. O Resulullah'ın mübarek beşiden kan ekmişti. Sümmen sarafa anhu ila nadi Kureyş'in indel Kabe fecelese ma'ahu. Andikin o Cenab-ı Resulullah'ın Kabe'nin kaşırıki Kureyş'le oturgan bu sorunga qaytib ketdi. Ular bilan birga o'tdi. Abdullah ibn Judaan raziyallohu anhuning bir azod qilayotgan quli mushu Safa tag'ida bir o'zining turaq joyida o'tiraq o'rnida edi. Ash ahvolni ko'rib turgan. Va aqbala Hamzatu minal qanas mutavashshihan qawsa. Mana Hamza raziyallohu anhu yüzünün yağçığını askan halette bu qanas degan o'rindan yüzünü geldi. Fa'akhbaratul mevla bima ra'at min Abi Jahl. Mana bu Abdullah ibn Judaan'ın azad qilayotgan bu ayol bu Hamza raziyallohu anhuga Ebu Cehil'den ko'rgan bu ahvolni xabar berdi. Hamza raziyallohu anhu achchiq geldi. Bu Hamza raziyallohu anhu Qurayshlarning ichida eng aziz, eng yurakli, botir kishi edi. Mana bu naiti achchig'ini bosolmay achchiq kelib, bu naiti tizlik bilan minib chiqdi, bir odam uchun to'xtamadi. Faqat Abu Jahilga tayyorlik qilgan holatda uning uchrashib qolsa, uning zarba berish uchun. Falamma dakhala al-masjid qama ala ra'si. Mana Hamza raziyallohu anhu masjidga kirgan vaqtida bu Abu Jahilning bu beshitlan kim tut. Dedi Hamza raziyallohu anhu bu Abu Jahilga ya musaffira istah. Mana bu arablarningki bu nayt achchiq yeb ketgan vaqtimizda haqoratlab deydigan so'z ekan. Bizning tilimizda qizil qo'ng degan ma'noni ifodalaydigan kası sığırıp qalğan kishi, yani kası sığırıp qalğan qizil qo'ng mening qarindishimning o'g'lini tillab haqoratlabsa, men uning dinida qani shu haqoratni qani man qilib baqaqana dedi. Summa darabahu bil qaws fashajjahu shajjatan munkara. Ondan keyin Hamza raziyallohu anhu va Abu Jahilni bu qo'lidagi yachaq bilan urdi va uni qattiq yeravatdi, urg'ayadi. Ondan keyin bu Bani Maqsum qabilasidan, ya'ni Abu Jahilning malligi bo'lgan kishilar bu qo'zg'aldi. Banu Hashim Hamza raziyallohu anhuning mahallilikdir o'li qo'zg'aldi, ikki taraf bo'ldi. Shu asnoda Abu Jahil dediki, qo'yinglar, bo'ldi qilinglar. Eba Ammarni tashlab qo'yinglar. Cho'qim men uning qarindishining o'g'lini nayt sat haqoratlagan edim, tillagan edim degan. Mana bu Hamza raziyallohu anhuning musulmon bo'lishi, o'zining eng yaqin do'sti bo'lgan, o'zining xo'jayininingki boshqalar oldida xor bechora bo'lib qolishga o'rnamaydigan bir odamning g'ururida bo'ldi. Ishning beshida g'ururida bo'ldi musulmon bo'lish. Ondan keyin Alloh uning ko'ksini, uning qalbini islomga sharilatdi. O mustahkam tutqiga esildi. O orqali musulmonlar nayt bak aziz bo'ldi. İslamı Umar ibn Xattab raziyallohu anhu. Endi biz Umar ibn Xattab raziyallohu anhuning musulmon bo'lganlik voqealariga haqida to'xtalamiz. Mana shunday zulm, tajovuzchilik bo'lib turabilan qatma-qat yaralishib ketgan muhit, kayfiyat orasida baldur qudumni yo'riq tashlashi ham kuchli bo'lgan, chaqmoq cheqishi intan kuchli bo'lgan yana bir chaqmoq bu musulmonlarning yo'liga yo'riqlik tashladi. O chaqmoq bo'lsa-mu Umar ibn Xattab raziyallohu anhuning musulmon bo'lishidir. Umar raziyallohu anhu nubuvvatning 6-yili Zilhijja oyida musulmon bo'lgan. Hamza raziyallohu anhuning musulmon bo'lib 3 kundan keyin Payg'ambar alayhisolatu vassalam Janobi Allohga Umarning musulmon bo'lishi uchun duo qilgan edi. Imom Tirmizi Abdullah ibn Umar raziyallohu anhudan
bundaq bir hadisini chiqardi. Bu hadisni sahih deb baho berdi. İmam Tabrani Abdullah ibn Mas'uddan Anas radhiyallohu anhudan shundaq bir hadisini chiqardi. Cho'qim Janob Rasululloh dedi: "Allohumma a'izzal islam ya habbar rajulayni ilayk." Ya Allah, İslamni bu sana mush ikki odamning sana eng suyumlik, eng yaxshi ko'rishi bilan aziz qilg'in. Sana eng suyumliroq bo'lgani orqali aziz qilg'in. Ya'ni Umar ibn Xattob yoki Abi Jahl ibn Hisham bilan degan. Mana bu ikkisining eng suyumliroq Alloh taologa Umar radhiyallohu anhu bo'ldi. Biz mush Umar radhiyallohu anhuning musulmon bo'lganlik haqida rivoyat qilingan barliq rivoyatlarni bir yerga to'plashga cho'nqur nazar tashlagandan keyin shu nayt aniq ko'rilib turdi. İslamning Umarning qalbiga tushishi nayt qadam-qadam asta bo'lgan edi. Lekin biz mush rivoyatlarning xulos javhirini so'rab kelishdan burun mush Umar radhiyallohu anhu aynan bilan manfaatlangan Umar radhiyallohu anhu bo'lgan bir yurish his tuyg'ularga ishorat qilib o'tishni to'g'ri deb qaraymiz. Umar radhiyallohu anhu nayt kaskin tabiat, nayt qo'rqmas yurakligi bilan tonilgan edi. Bu musulmonlar onundan har xil aziyatlarga uchrab kelgan. Nayt ko'zga cheliqib turadigan ish bu Umarning vujudida birisiga qarshi bo'lgan har xil tuyg'ular to'qinishib turadi. Bir tarafdan Umarningki ota bovullari, ajdodlari yo'l tutib kelgan an'ana urf odatlarga bo'lgan hurmati, uning bo'lgan nayt qizg'in, samimiy muomalalari bo'lsa, uningdan keyin bu Umarningki mush aqida yo'lida yetgan aziyatlarni, musibatlarni ko'tirishchanlik musulmonlarning aqida jihatdan mazmun to'g'anligiga bir xil qiziqishi bo'lgan. Uningdan keyin qandaq bir aql bo'lsin, bu Umarni mushu islom chaqirayotgan bir chaqiriq haqida, bu islom chaqirayotgan chaqiriq, bu islomdan boshqa aqidalar, boshqa dinlar chaqirayotgan chaqiriqdan islom chaqiriqi eng pok, eng büyük bo'ladi deb o'rib bir xil shakli iztiroflar bor. Shu jihatdan bu Umar nayt qiziqqanlik bilan, hayajonlik bilan qo'zg'alsa, nayt tizlam bo'shib qoladi. Endi biz rivoyatlarning hammasini bir yerga to'plash bilan rivoyatlarning xulosasi Umar radhiyallohu anhuning musulmon bo'lishi haqida cho'qim Umar radhiyallohu anhu o'z uyining sirtida bir qonalg'i izlab bir kinchisi chiqqan edi. Mana bu Umar bu haramga keldi va Ka'baninki yo'piqi ichiga kirdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam uyda turib namoz o'qiyotdi. Mana bu Janob Rasululloh Haqqa surasini boshlagan. Umarning o'zi Qur'onga quloq solishga boshladi. Ham bu Qur'onningki jumlalarining tuzilishidan nayt hayron qoldi. Dedi bu Umar radhiyallohu anhu, dedim men dedi o'z ko'nglimda, mushu Alloh bilan qasam, bu Muhammad shoir ekan, xuddi Qurayshlar deganga o'xshash deb ko'nglimda o'yladim. Andin dedi Umar radhiyallohu anhu, andin Janob Rasululloh innahu laqawlu rasulin karim va ma huwa biqawli shoir qalilan ma tu'minun degan sura Haqqaning 41-oyatini o'qidi. Çoğum o Muhammed'in oturup koygan sözü elbette nayet hürmetlik, isil boğan bir elçinin epkegen sözüdür. Bu Muhammed'in sözü, bu şairinin sözü emez. Sile bu sözge nayeti bek az işini otisile degen bu ayetini okudu. Dedi Ömer radhiyallahu anhu, dedim ben ki onun bu Muhammed kahinken de oyladım. Dedi Ömer radhiyallahu anhu, وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ degan bu oyatni Rasululloh o'qib dediki, bu Muhammadning o'qiyotgan so'zi, bu kahinning so'zi emas. Sizlar buningdan pek ozgina vaz nasihat qabul qilyapsizlar, pek oz eslayapsizlar. Mana bu so'z butun olamlarning Robbi bo'lgan Alloh tarafidan tushirilgan so'zdir degan oyatni o'qidi. Haqqa surasining oxirgichilik o'qidi. Dedi Ömer radhiyallohu anhu, andin islom mening qalbimga ta'sir qildi.
Mana aşı olsumu Ömer'nin kalbiga İslam urug'uning tunji qatim tushishi bo'ldi. Lekin bu jahiliyatning xohish qasroqlari ve en örüp adet bo'lgan ta'assubiyatlar, ata bobolarning dinine çoğun verişler, bu Ömer radhiyallohu anhuning qalbi enin bilan nayda qizg'in hayajonga to'lgan haqiqatning yelikidan g'olib kelgan edi. Mana bu Ömer bu islomga qarshi bo'lgan xizmat faoliyatida nayda samimiy sodiqlik bilan ulug'lik bilan davomlashdi. Mana mushu qasroqning oqisida yushirinib qolgan bu alaka islomning buyukligi, islomning haqiqatini his qilishdan iborat bu tuyg'u parvo qilmagan holda islomga qarshi bo'lgan xizmatida izchil davomlashib keldi. Mana bu Ömer'ninki tabiatining nayati keskin. Bu Ömer'ning Janob Rasululloh bo'lgan o'shmanligining, dushmanligining qattiq bo'lishidan shu bo'ldiki Ömer bir kunsa Janob Rasulullohni o'ttirishni maqsad qilib qilichini asqan holatda chiqdi. Mana bu Ömer'ga Nuaym ibn Abdullah an-Nuham al-Adavi degan kishi uchrashib qoldi. Yoki Bani Zuhrat qabilasidan bir odam, yoki Bani Maqsum qabilasidan bir odam. Mana bu Ömer'ga uchrashgan odamning qaysi ekanligi haqida o'xshamagan rivoyatlar bor. Bir qism rivoyatlar Nuaym ibn Abdullah an-Nuham al-Adavi desa, yana bir qismlar Bani Zuhrat qabilasidan bir odam yoki Bani Maqsum qabilasidan bir odam uchrashdi. Andikin dedi bu adam, "Ayna ta'midu ya Umar? Ayna ta'midu ya Umar? Sen neni maqsad qilsan Umar?" Dedi Ömer radhiyallohu anhu, "Uridu an aqtula Muhammad. Men Muhammadni o'ldirishni iroda qilaman." Qala, "Kayfa ta'minu min Bani Hashim va min Bani Zuhra va qad qatalta Muhammad?" Bu adam dediki, "Sen Muhammadni o'ldirsan, Bani Zuhrat qabilasidan, Bani Hashim qabilaridan xotirjam bo'la olasanmi? Seni mo'yndoli qo'yib o'tami? Onun qisasını senden almasmı?" dedi. Faqala lahu Ömer. Bu Ömer o adamga dedi ki, "Ma araka illa qad sabawta." O men seni ata boboning dinini tashlab, bu yeni bir diniga chiqqanda ko'rotman ya seni. Sen o'zing bo'lib atgan ata boboning dinini tashladingmi? Men shunda his qilib qoldim. قال أفلا أدلك على العجب يا عمر إن أختك وختنك قد صبوا وترك دينك الذي أنت عليه. Men seni bundan hayron qolarlik, ajoyib qiziqarlik bo'lgan bir ishga boshlab qo'ymaymi Umar? Meni deb qilsa, sening singlingning yo'ldoshi bo'lgan kuyovling bo'limi ota bobosining dinini tashlab yangi dinni qabul qildi. Sen turayotgan dinni tashladi dedi. Famasha Umar damiran hatta atahuma va indahuma Khabbab ibn al-Arad ma'ahu sahifa fiha. Umar radhiyallohu anhu natibbaga yamonlikni niyat qilib tizmangda hatta bu ikkisining qashiga keldi. O ikkisining qashi Khabbab ibn al-Arad radhiyallohu anhu bo'ldi. Onun bilan bir varaq, Qur'onning bir varaq qog'ozi vardı. Oningda Taha surasi vardı. O'qib birdir bu Khabbab ibn al-Arad radhiyallohu anhu bu ikkisiga o surani o'qib birdi. Hem bo'lgan edi bu Khabbab ibn al-Arad radhiyallohu anhu bu ikkisining qashiga o'xshamagan vaqtlarda o'xshamagan yo'llar bilan keladi. Bu ikkisiga Qur'onni o'qib beradi. Khabbab ibn al-Arad radhiyallohu anhu Ömer radhiyallohu anhuning kelganlik shafisini anglab qolib, bu uyning ichiga yushirib oldi. Fatima radhiyallohu anha, ya'ni Ömerning singlisi Fatima bu Qur'ondan bo'lgan bu varaqni yog'ib oldi. Ömer radhiyallohu anhu uyga yaqinlashgan vaqtimizda Khabbab radhiyallohu anhuning bu ikkisi o'qib bergan qiroatini anglab qolgan. Hem bu Ömer bu ikkisining qashiga kirgan vaqtimizda dediki, "Ma hazihil haynamat allati sami'tuha indakuma." Voy, men sizning qashinglarni anglagan
bir go'ng'ir bir ovoz, nima ovoz u? Qanday so'z u? Faqala bu aqutnishkis dediki ma'ada hadisan tahaddasnahu baynana. O biz o'zaro paranglashgan parangdan boshqa narsa emas. O'zaro shu paranglashdik, shu parang shu dedi. Qala fala'allakuma qad sabawtuma faqala lahu khatanu. Dedi Ömer radhiyallahu anhu o siz ikkinglar taq ata-bobonglarning dinini tashlab, yangi dinni qabul qildinglarmi? Dedi bu Ömer'ninki singlisning yo'ldoshi, ya Ömer, ara'ayta in kana al-haqqu fi ghayri dinik. Dabaqasana haq sening diningdan boshqa bir dinda bo'lib qolsa, qanday qaraysa buningga? Fikrini dabaq, fikrini bayon qil. Ömer radhiyallahu anhu o o'z singlisining yo'ldoshi bo'lgan kuy o'g'liga sakrab berib, uni qattiq dasadi. Andegin keldi, o Ömer'nin singlisi kelib, Ömer'ni o'z eridan ko'tarib oldi. Andegin Ömer radhiyallahu anhu o singlisining o'zini o'zining qo'li bilan barishab boshladi. O singlisining yuzi qanab ketdi. İbn İshaqning rivoyatida annahu zarabaha fashajjaha dabba cho'qim Ömer o singlisining o'zini qattiq urdi, andegin bu urg'aya yerilib ketdi. Faqalat ve hiye gulba ya Ömer. Mana bu singlisim naat açık kep turib, Ömer dedi. İn kana'l haqqu fi gayri dinik. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Haq senin dininin başqısı bo'ldi. Men Allah'tan başqa hech qanday bir iloh yo'q deb guvohlik beraman. Muhammad Allah'ning elchisi deb guvohlik beraman dedi. Falamma ya'isa Umar va ra'a ma bi ukhtihi min ad-dami nadima vastahya. Ömer bu ikkisini bu dindan qaytarishdan umidini uzab va o'zining singlisidagi bo'lgan bu qonni ko'rib naati qilgan qilmishlariga pushmon qildi, ham bir xil xijolatchilik his qildi. Dedi Ömer, "A'tuni hazal kitab allazi indakum fa aqra'uhu." Mana qashinglardagi bu kitobni bersanglar-chi, men bu o'qib dedi. Faqalat ukhtu. Ömer'nin singlisi dedi ki, "İnneke rijisun ve la yamussuhu illa'l mutahharun." Sen bo'lsang bir necis. Bu kitobning o'zini faqat pok odamlar tutadi dedi. Faqum faqtas, qo'p, g'usl qil. Dedi Ömer radhiyallahu anhu o'rnidan turdi, g'usl qildi, andin kitobni elib, andin o'qidi. Bismillahirrohmanirrohim dedi. Andin dedi Ömer, asmaun tayyibatun tahira. Bu ajab, pok, ajab, yaxshi ismlargina bu. Andin o'qidi. Taha degan Taha deb innani anallohu la ilaha illa ana fa'budni va aqimis salata lizikri degan oyat qichilik o'qidi. O'sha Taha surasining 5-dan o'sha oyat qichilik o'qidi. Andin dedi bu Ömer, bu so'z nima degan chiroyli, nima degan hurmatli isil so'z bu. Dalluni ala Muhammad. Meni Muhammaddan qashig'a boshlab qo'yinglar, men bu uygunaman dedi. فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت فقال أبشر يا عمر فإني أرجو أن تكون دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لك ليلة الخميس. Xabbab radhiyallahu anhu Ömer radhiyallahu anhu'nun bu sözünü anlaplan kim öydün çıktı dedi o. Xoşal bo'lg'in bisharat. Xoş bisharat asıl qildi Ömer. Çoqum men Rasulullah'ның sana payshanba kuni kechirik qilgan duosinin sen bu qilishini umid qilaman. Allahumma a'izzal islam bi Umar ibn al-Khattab aw bi Abi Jahl ibn Hisham. Ey Allah, islomni Umar ibn al-Khattab bilan yoki Abi Jahl ibn Hisham bilan aziz qil deb payshanba kuni kechirikda qilgan bir duosinin sen bu qilishini umid qilaman degan. Janob Rasululloh asr safoda
turayotgan shu hovlida, yine Erqam ibn Abil Erqamning hovlisida edi. Ömer radhiyallohu anhu qilichini oldi, qilichini osdi. O Cenab-ı Ömer radhiyallohu anhu mağda hattaki şu sapatadagi şu uyning oldiga keldi, ishini urdi. Bu ishining yuchiqidan bir odamning o'z o'rnidan turib ishining yuchiqidan qaraydi. Bu Ömerning qilichini osgan holatda ko'rdi. Rasulullohga xabar berdi. Qavmlarning hammasi shu Zayd ibn Abil Arqamninki hovlisida turayotgan shu musulmonlarning hammasi bir yerga to'plashdi. Ular Hamza radhiyallohu anhu dedi, "Ma'alaykum. Nima bo'ldi sizlarga?" Dedi, "Ular Ömer kelibdi" dedi. Dedi Hamza radhiyallohu anhu, "Ömer, onun ishini chingla. Agar u yaxshilikni iroda qilsa, biz uning yaxshilikni aymay beramiz. Agar u yomonlikni iroda qilgan bo'lsa, o'z qilichi bilan o'zini joyida o'ttirmas" dedi. Janobi Rasulullah uyning ichki tarafida Rasulullahga vahiy qilinayotdi. Rasulullah Ömerning qashig'i chiqib, Rasulullah Ömerning o'ziga o hujurda uchrashdi. Rasulullah Ömerning kiyimininki yoqisini va qilich esib kelgan qilichninki asma g'alaplarini tutdi. Rasulullah Ömerni qattiq silkib tatdi. Dedi Rasulullah, "Ama anta muntahiyan ya Ömer. Hatta yanzilallahu bika minal khasi ven nikal ma nazala bil Velid ibn Mughira." Sen yanmamsa, bu butparastlikten cahiliyette yanmamsa Ömer, hatta ki Allah sana mı Velid ibn Mughira'ga tushgan mush rasvolik, mush jazolini tushunmovchiliksa yanmamsa. Allahumma haza Umar ibn Khattab. Ey Allah, mana ma Umar ibn Khattab. Ey Allah, İslam'ı Umar ibn Khattab bilan aziz qil dedi. Faqala ya Umar, ashhadu an la ilaha illallah ve annaka rasulullah. Ve aslama fekabbara ahlud dar takbiratan sami'aha ahlul masjid. Dedi Ömer, kainat içinde Allah'tan başka hiç kandak ilahi kuş yok, bunun guvalık verme. Sen Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisi bunun guvalık verme. İslam geldi de şu oylup duruyatkan barlık Müslümanlar bu tekbir etti. Bu tekbirini mescid ehli anladı. Kana Ömer radıyallahu anhu za şekime la yuram ve kad athara İslamu zaccetan beynel müşrikin ve şuuran lahum bizzullati vel havan ve kesel muslimina izzeten ve şerafen ve surura. Ömer radıyallahu anhu naiti korkmaz, bu gururluk, bu nişan kılınmaydıgan bir şahsiyet. O Ömer radıyallahu anhu'nun Müslümanlığı bu müşrikler arasında bir çoğan payda kıldı. Hem onlara nispeten bir xarlıkni, biçarlık boğan bir tuygunu payda kıldı. Müslümanlara izzet, şeref, hoşallık tonunu keydedi. Rava İbn İshaq bi senedihi an Ömer qala lamma aslamtu tadhakkartu ayya ahli Mekke ashadtu li Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem adava. İbn İshaq o'zining sanadi bilan Ömer radhiyallohu anhudan bir hadisni rivoyat qildi. Dedi bu zot, men musulmon bo'lgan vaqtimda Makka ahlining qaysisining Rasulullohga adovat, dushmanlik jihatini qattiqroqini esladim. Dedi Ömer radhiyallohu anhu, dedim ben Ebu Cehil pek eski, pek düşman deb o'yladim. Bu Ebu Cehilning qashig'iga keldim, onun ishigini urdim. Ebu Cehil mening qashig'im chiqdi, dedi o ahlan va sahlan. Qarshi olaman seni, tabriklayman sening kelganligingni majaz. Seni nima etganli bu yerga? Qala, dedi Ömer radhiyallohu anhu, ji'tu li ukhbiraka anni qad amantu billahi va bi rasulihi Muhammad. وصدقت بما جاء به قال فضرب الباب في وجهه. Men sana özümün Allah'a iman keltirganligimni, Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a iman keltirganligimni, Muhammed Aleyhisselam etkigen bu ilahi vahiyni haqiqatni tasdiq qilganligimni deb qo'yish uchun keldim dedi. Dedi Ömer radhiyallohu anhu, bu Ebu Cehil yüzüm bilan ishni jaloq qilyapti. Dedi Ebu Cehil, qabbahakallah ve qabbaha
macittek. Allah seni sert kılıversin. Sen erkeğen nersine sert kılıversin dedi. Ve zekere İbnül Cevz enne Ömer raziyallahu anh. İbn-i Cevz rahimahullah Ömer raziyallahu anh'dan mundak bir vakalikini tilgalip öttü. Ömer raziyallahu anh dedi, bir adamın özü Müslüman bolsa Mekke'ne. Onun kişiler yamış oladı. Ola o adamı urdu. O adamı urdu. Demek, hele adam boldu ki Müslüman boldu. Yani üzünü demekçe, ben hele adam Müslüman boldu ki o adam yamış oldu. Ula onu urdu ve ulanı urdu. Keldim ben Müslüman bolga vaktinde menenki tağam Asibni Haşim Qaşağa geldim. Onunla bildirip koydum. Andayken o öyge kirdi. Dedi o, Qurayşliklerin çoğunlarından bir adam Qaşağa badım. İhtimal o Ebu Cehil buluşu mümkün. Andayken bu adamı ben bildirip koydum. Andayken bu adamı öyge kirip gitti. Demek evvel tağam Asibni Haşim Qaşağa kep, lakin Müslüman bulup, onun üzerine Müslüman boğallığını deptim, o öyge kirip gitti. Andayken Qurayşliklerin çoğunlarından bir adam Qaşağa badım, o Ebu Cehil. Buluşu mümkün, onunla ben bildirip koydum, onu öyge kirip gitti. İbn-i İshaq'ın rivayetinde Nafi'atun Abdullah ibn Ömer raziyallahu anh, dedi Abdullah ibn Ömer raziyallahu anh, Ömer ibn Hattab raziyallahu anh Müslüman boğa vaktinde Qurayşlikler onun Müslüman boğallığını bilmegen. Dedi Ömer raziyallahu anh, men Mekke'nin qaysı bilen bir paranglış için bir meydanga düşüme. Dedi ola Cemil ibn Ma'mer'il Cümeh bolsun. O Ömer'in kaşığı çıktı. Ömer raziyallahu anh onun kaşığı çıktı. Ben Ömer bilen birgeydim. Men kögellerimden isimde tutup alaydım ve dikkat bilen tanışıgan. Andagin keldi. Ömer onun kaşığı gelip dedi ki, ya Cemil, inni qad aslamtu, ben Müslüman buldum dedi. Dedi Ömer raziyallahu anh, dedi Abdullah ibn Ömer raziyallahu anh, fevallah, Allah olan kasem, bu Cemil ibn Ma'mer'il Cümeh Ömer'nin özüge bir söz bilen raddiye vermedi. Hatta o mescidin özünü maksat kılgan alette mescid tarafı verip, dedi ki, andaki özünün en yukarı avazı olan dedi. Enne ya Qurayş, inne ibnel Hattab'ı qad saba. Çoğun Hattab'ın oğlu Ömer, bu özünün atı boğustan dinini taşlap, yeni bir dinini kabul kıptı dedi. Dedi Ömer raziyallahu anh, halbuki Ömer onun aqs dedi, kezebe. Yalgın etti, ben dinden çıkmadım. Velakinni qad aslamtu, lakin ben Müslüman buldum. Ben Allah'a iman keltirdim, Allah'ın peygamberini tasdik kıldım dedi. Onların hemiz Qurayşlikler Ömer'in özgü yıpırılıp geldi. Hemişe bu Ömer raziyallahu anh onlarla uruş kıldı, onlar Ömer'le uruş kıldı. Hatta ki Quyosh onların beşili oldu. Şu an kadar uruş kıldı. Ömer herip kaldı. Herip kalıp otladı. Ola Ömer'in beşili turup aldı. Halbuki Ömer dedi, if'alu ma badalakum. Kolundan kelginlik kılınlar. Allah bilen qasam qilib aytaman ki, eğer biz 300 adam bu qalsak, bu Mekke'ni sizlarga tashlab birdik, yoki uni bizga tashlab birdinglar degan. Shuningdek mushriklar bu Ömerning uyiga Ömer raziyallohu anhu o'tirishni maqsad qilib yupirilib keldi. Imom Buxoriy Abdullah ibn Ömer raziyallohu anhu bunday bir hadisni rivoyat qildi. Dedi Abdullah ibn Ömer raziyallohu anhu bu asnoda Ömer bir o'yinning ichida qo'qon ala tutgan. Onun kaşığı Asibni Vail Sahmi geldi Ebu Amr. Ve onunki bir naiti yoğun isil bir tonu vardı. Hem ipek bilen yakıt tutulgan bir köynüge vardı. Halbuki Asibni Vail Sahmi bolsun Beni Sahlim kabilesindeydi. O bizim ittifaktaşımız idi cahiliyet. Dedi bu Asibni Vail, bu Ömer'in özgü malek. Ne oldu sana? Dedi Ömer raziyallahu anh zahame kavm. Senin kavmin ola beni ötlemekçi bulup oturdu, ben Müslüman bolsam. Dedi Asibni Vail, la sabile ileyk. Onun sana onda tegişlik kılışkısını öttürüşke yol yok olanınki. Şunun için dedi o Asibni Vail o sözünün özü emin de sen emin buldun dedi. Çıktı az, kişiler bilen uçuraştı. O cilgılar kişiler bilen tolup getipti.
Andan keyin dedi As ibn Vail ayna turidun? Qayani irada qilasizlar? Dedi ular ma Xattobning o'g'li dindan chiqibdi dedi. Dedi As ibn Vail la sabila ilay. Ularga o Xattobning o'g'liga o'tirish uchun yo'l yo'q. Fakaran nas kishilarni qaytaryapti. Yeni bir lafzida Ibn Saqning rivoyatida vallahi Alloh bilan qasam albatta xuddi ular o Ömerning o'zidan sug'urilib ta'tilib selinib ketgan bir kiyimdeklarkim taqirib ketdi degan. Mana bu shu mushriklarga nisbatan. Ammo musulmonlarga nisbatan qilib aytganda Imom Mujohid ibn Abbos radhiyallohu anhudan mundaq bir hadisni rivoyat qilgan. Dedi İbn Abbas radhiyallohu anhu, men Umar ibn Xattobdan muslim so'radim, sen qaysi narsaning jahdin Faruq deb atalib qolgan deb so'rasam, dedi Umar radhiyallohu anhu, mendan 3 kun burun amzi musulmon bo'ldi. Ondan keyin bu Umar radhiyallohu anhu Ibn Abbasning o'ziga o'zining musulmon bo'lish tarixini so'zlab berdi. Dedi u o'zining musulmon bo'lish tarixining oxirisida dedi men musulmon bo'lgan vaqtimda ey Allohning payg'ambari biz haq ustida emasmi agar o'lsak biz agar hayot qolsak desak dedi Janob Rasululloh bala vallazi nafsi biyadi innakum alal haqqi va in mittum va in huyitum. Mening jonim mening qo'limda bo'lgan Alloh bilan qasam qilib aytamanki sizlar haq ustida agar o'lsanglar agar hayot qolsanglar dedi Umar radhiyallohu anhu dedi men fabibal ixtifa undan nimaga yushurinib yurimiz vallazi ba'asaka bil haqqi la nukhrijanna seni haq bilan payg'ambar qilib avatgan Alloh bilan qasam qilib aytamanki biz haqiqatni albatta jamiyatga chiqaramiz. Biz o haqiqatni o'zining ikki sabti chiqardik. O ikki sabtning birisida Hamza va men yana birisida bor. Mana bu bizningki bu ikki sabimizda xuddi haliqa tugmanni aylantirayotgan Moşu tizlik bilan aylantirayotgan tugman teshiga o'xshash nihoyat tez sur'atda ketib berish bor. Hatto biz masjidga kirdik. Biz nihoyat tez mengotdik deganga bir tamsil bo'lish uchun kadidi kakadidi tahin degan. Ya'ni tugmanni aylantirayotgan tugman teshining tizligiga o'xshash shunda tez holatda ketib berish bor bizningki. Biz masjidga kirdik. Dedi Umar radhiyallohu anhu man Qurayshlar menga qardi, Hamzaga qardi. Fa asabatum ka'aba. Ularning o'ziga shundaq bir qayg'u yetdiki, bunda qayg'uning o'xshi bundan burun yetib boqmagan. Ondan keyin meni Janob Rasululloh shu kunda Faruq deb atagan degan. Va kana Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu yaqul. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu deydi, biz Ka'baning qashida namoz o'tashga qodir bo'lolmaydik. Hattoki Umar musulmon bo'lgan xabar degan. Ve Suhayb ibn Sinan Rumi radhiyallohu anhu. Suhayb ibn Sinan Rumi radhiyallohu anhudan rivoyat qilindi bo'lsa, Umar islom keltirgan vaqtimizda islom g'olib holatda jamiyat sahnasiga chiqdi. Mana bu islomga oshkor holatda da'vat qilib berildi. Biz Baytullohning atrofida halqa bo'lib, cho'r degan holatda o'tirdik. Biz Baytullohni tavob qilardik. Bizga g'azab qilgan, biz bilan o'chakashgan kishilarning intiqomimizni oldik. Biz onunğa bu əpkəgən nəslinin bir qismlərini qarata təxə uçuq aşkar rədiyəlini verdik. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dedi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ma'zilna izzatan munzu aslama Umar. Biz davomliqda iziz bo'lib keldik. Umar islom keltirgandan boshlab degan. Bizning bugungi darsimiz mishada oyoqlashadi. Alloh hammamizni bu darsdan manfaatlanishga hammamizni Janob Rasulullohning hayotimizni ulug' qilib mangishga Alloh muvaffaq qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.